Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni Oynai jahon televizor orqali tomosha qilayotgan muxlislar hamda hojona hojdodalar. Ko'pchilik bizga telefon qilishadi, o'g'lim, shu sizni televizorda tomosha qilyapmiz. Bir cho'tki kadrlar qiling, cho'tki uylar chiqaring deydi. Endi cho'tki uylar chiqarishda davom etishda harakatdamiz, charchamaymiz, Makbir Otabek jamoamiz. Hozir esa biz turgan lokatsiyamiz Termiz tumani 10-brigada, ya'ni namuna 10-brigadada bo'lib turibdi. Telegram ijtimoiy tarmoqlarda men lokatsiyasini tashlab qo'yaman. O'zbekiston Respublikasining xohlagan tochkasi o'sha lokatsiya bilan topib kelsanglar bo'ladi. Maktab bog'chalar zo'r joyda, mana chorvachilik bilan shug'ullanansanglar dalada. Bu yoq esa 5 sotiq to'rtburchakkina yer, cho'ntak bob. Narxi necha pul deysizlarmi? 350 million so'm baholanyapti. 500 million ham deyildi, 400 ham deyildi. Men aytdim 350 mana. Yana yetmaganiga barter, variant alqissa nima bo'lsa shu uyda olinglar. Bu sotuvchini ham ishi mushkuli oson bo'lsin, xaridorlarimiz ham ishi mushkuli oson bo'lsin. Bizni musofir yurtlarda kuzatayotganda ko'p. Vatan qilaman deganlar ko'p. Kelinglar mana tayyor vatan sizlarga. Mana ko'rib turibsizlar, tashqi fasadimiz mana bunaqasi kirib ketadi. Dokumentlar hammasi joy-joyida. Hammasi joy-joyida. Kelasizlar, notarius qilasizlar. Mana hovlimizning ichki ko'rinishi, steshkalar qilib qo'yishdi. Bu yog'i esa ekin ekish uchun maydonlar, u tomonda tualet, banyo, yana yangi tayinlangan imoratlar. Mana bu burchagimizga esa qo'ychilik, chorvachilik bilan shug'ullanaman deganlar uchun og'ilxonaga mana 2 etajli qilib qo'yilgan robka tashlangan. Xohlagandek qilsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda esa letniy kuxna, ya'ni o'choq, tandir yo'q endi, o'choq mana shu yerga katta o'choq, kichkina o'choq mana joy tashlab ketilgan. Kran suvi mana oqib turibdi, kachak suvi bor. Bu yerda bitta oqma gaz yo'q. Ajabmas, oqma gaz ham kelib qolsa yaqin yillarda. Endi esa bu tomonda esa yashash uchun esa 3 ta xonadan tashkil topgan. Mana bu yerda katta bitta mehmonxonamiz. Uzun mana buni ko'rsatasiz, uzun mehmonxonamiz. Mana rang urib, zarlar qilib qo'yishdi, tayyor alqissa. Kelasizlar, 2 xonali shahardan, Termiz shahridan dom barter qilamiz desanglar, uni ham gaplashamiz deyishdi. Eng asosiysi variant ham bor. Bir boshiga 10 mingmi, 15 mingmi beringlar, qolganini bir 3-4 oyga bo'lib to'lashga olib beramiz va sotaman ham dedi. Mana bu yerdan keladigan bo'lsak, keling. Mana bitta kichkinagina ayvoncha, koridorcha, keyin yashash uchun esa bitta xonada 2 ta xona bu yerda mavjud. Hali ham bitta like tugmachasini bosmadingiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringizlar, aziz vatandoshlar. Sizlarga mehnat qilyapmiz. Xalqimizning mushkuli oson bo'lsin deymiz. Mana bu kichkinagina ayvoncha, o'ng qo'lga qayrilsak, mana bitta tamadixona qilib qo'yishdi. Ertaga detskiy qilsanglar ham bo'ladi. Xohlagan usulda, xohlagancha foydalanasizlar. Keling yana. Mana bu yerda esa kichkina koridorcha. Mana ko'rsating. Keyin bu yerda esa spalni xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu imoratimiz bundan 10 yil muqaddam, 8 yil muqaddam xomg'ishdan ko'tarilgan. Narxi 350 million so'm, 5 sotiq joy. Zo'r bo'layapti, tinch joy. Ob-havo salqin. Egalar nomeri bilan reklama qilamiz. Reklama maqsadida kelganmiz, albatta. 97 kodi bilan 045 35 33 zudlikda aloqaga chiqinglar. Mana shunaqangi hovli izlab yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar, tavsiya beringlar. Kimda shunaqangi reklamaga muhtojlikga ehtiyoj sezilsa, bizga bog'lansa 99 kodi bilan 676 05 17. Men Makbir Otabek va operatorimiz qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Sizlarga salomatlik tilagan holda keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.